Hürmetli vatandaş, bugün Çiğsak 2020 yıl 6. ayının 1. günü haftaga düşenbe. Yukarıda körüp ettik, hazırlıkı vaziyet dedik. Amerika'da buluvatkan namayış, hazır tor, betlerde xilma-xil fikirler. Bazılar bunu Cumhur Kompartiyası peyda kıldı deyişivatıdı. Nazı ülgürenmey kaldım. Elip çıkışqa, atagın elip çıkışım mümkün. Cumhur Kompartiyası arka turup kışkırtıvatır degen gepim boldu. Anda Cumhur Kompartiyası sıraptım bayqıdak. Men başta etkandak Dovit orbitideki aşu mesxir kılmağına dep duruştun kayni de. Yani mesxir kılış bam yok bunu kögünü banmaydı. Biz asli aval silaga üzanla körüp durupsa vatandaşlar namayişten karakteri karaylı. Bir sakçı vaziyip yüteş jeriyanida şu vaka yüz beripti. Meyli kopallık kılgan bolsun, meyli kastan kılgan bolsun, meyli nime enenge Amerika'da kanun ege. Hazır bu kişine, bu saksine 6. ayının 8. günü sotku birdi Amerika'da. Şunun için bunun nemesi akıbeti bu cinayet yakin şu vakanı sadır kılıştın tepsili cariyaları oturgu çıkışı mümkün. Mesele bir yerlemez. Siz dikkat kılın vatandaş. Hazır bütün Amerika boyunca kötürülgen bu namayişte karap durun mahsuslu hemmisi kartellik mi? Ya. Mutlaq köp kısmı ahtellik. Eğer qayda boyunca Xitayning qaydası boyunca aytganda ahtellikle namoyish qilmasligi, qora tilliklar namoyish qilishi. Chunki bu yerda qora tilliklar ziyonga uchrayotgan xalq. Ahtelliklar qora tillikni irqiy kamsitish bilan xo'rlayotgan xalq. Xitoyning nazardagimi? Xitoyning nazarida shu bo'lishi kerak edi. Lekin aksicha bu qatam Amerikada ko'tarilgan bir namoyishda o'lib ketgan kishi qora tillik, uni qasddan deylik yoki bexastalik bilan o'ltirib o'tgan soqchi, ya o'lishiga sababchi bo'lgan soqchi oq tillik deylik. Hozir namoyishning xarakteri qarasangiz, buning ko'p qismi, namoyishchilarning ko'p qismi oq tillik. Meyli qayerda bo'lsin, meyli Angliyada bo'lsin, meyli Berlinda bo'lsin oqtellik. Hozir oqtellik nimaga qarishtiryapti? Masalan, alayli shu namoyishning shuari, namoyishning qarishtirish xohishidan aytganda, sen nimishqa irqchilik qilasan deb soqchini ayblayapti. Sen irqchilik qilib bu kishining o'lib ketishi keltirib chiqarding deyapti. Asli qonun bunun qanday javob berganda qonunning ishi. Agar namoyish qilayotgan kishilarning o'zi oqtillik, sen nimishqa irqchilik qilasan deb oqtillik soqchini ayblayapti. Qaytib bering, Jungoga qarab beqing. Tibet'te bo'lgan namoyish, Uyg'uristonda bo'lgan namoyish, Shavg'va voqeasi, Urumchi voqeasi, Ili voqeasi, Borin inqilob voqeasi, Xitoyning qaysi maydonda turib bostirganligiga nazar og'diring vatandosh. Shu allarda yashayotgan Xitoy ko'chmanlarining qaysi maydonda turib hukumatni qo'llaganligiga e'tibor bering, nazar tashlang vatandosh. Meyli Urumchi voqeasida, meyli Ili voqeasida, meyli Lixasa voqeasida qaysi Xitoy ko'chman Xitoy yoki qaysi Xitoy soqchi Xitoy, qaysi Xitoy rahbarlik yoki huquq o'rni turgan amaldor Xitoy qaysi? Bir Xitoy o'tirg'i chiqib, ey Xitoy hukumati, ey Xitoy soqchilari, ma gunohsiz xalqni nimish qirg'in qilasan deb baqdimi? 3 milyon kişinin nazarband kıldın Uygur'un hazır bunun günahı nima için nazarband kılsan da bir Xitoy oturgu çıkıp baktı mı vatandaş? Seliştirin. Amerika cemiyeti bilen Xitoy cemiyetini seliştirin. Amerika halkı bilen Xitoy halkını seliştirin. Amerika devlet organları, rahbarlık organları bilen Xitoy'nın rahbarlık organlarını seliştirin. Prezident Trump nima dedi? Men kollayman. Senin namayişini kollayman, lekin anarxistlik, hükümetsizlik bilen bulan talan kılışını kollamayman, zo'ravonlik kılışını kollamayman degan ma'noda so'zildi. Qachon Hu Jintao yoki Jiang Zemin yoki bugungi Xi Jinpingning og'zidan chiqqani nima? Yaqinda Amerika Davlat Majlisida eg'izg'ilindi Xi Jinping nima dedi? Uyg'urlarni bostirishdi, rahmsizlik bilan bostirishadi. Rahim shafqat qilishga bo'lmaydi dedi. Selishtirib baqay, Jungnan hay. Sen davlat boshlig'i bilan Amerika davlat boshlig'ini selishtirib baq. Reis Xi Jinping nima dedi? Uyg'urni rahmsizlik bilan bostirdi dedi. Prezident Trump bugun Amerikadagi namoyishga duch kelganda nima dedi? Men sening namoyishingni qo'llayman. Lekin zo'ravonlik qilmadi.
Xitay Xi Jinping nima dedi? Uyg'urni rahmsizlik bilan bostirdi dedi. Ko'rib bakinglar, birinchi voqeasida Sayvaq rayonida kaltak ko'tarib so'rab ko'chaga chiqqan Xitoy ko'chmanlariga qarang. Sen Uyg'urdan nay yegan ko'chman Xitoy. Sen Uyg'urning qo'lidan osh tomoq yegan ko'chman Xitoy. Sen Uyg'urning zaminiga kirib olib tajovuz qilib Uyg'ur zaminida yashayotgan ko'chman Xitoy. Sen kaltakni so'rab chiqib bir xalas sifatida. Sen odatga furos sifatida hech bo'lmaganda sukut qil. Ya ishingni bil, ko'chaga chiqma. Hükümetinle qo'llashning yo'li shundoq bo'ladi. Sen bir furos sifatida, bir el sifatida, bir tajovuzchi elning zapas koloniya sifatida sen Urumchida kaltak so'rab chiqib, Uyg'ur namoyishchilarini bostirib baqding. Shu tarixni bugungi Amerikaga selishtirib baq. Amerikaga selishtirib baq. Namoyishchilar oq tallak. Qo'lga elinayotgan namoyishchilar oq tallak. Ko'rib baqa. Bugün duvi torbeti mesxir qilmanglar deb o'ldirib, mesxir qilmanglar degan so'zning keyindan mesxir qildi. Masalan, nima dedi? Shangangdagi namoyish. Bugün Amerikadagi namoyish, qo'sh o'lcham degandek gaplarni eg'izga oldi. Buni qo'yib turaylik. Shangangdagi namoyish adolat uchun ko'tarilgan namoyish. Amerikadagi namoyish adolat uchun ko'tarilgan namoyish deyli, irqchilik qarishtirib, shunda ko'tarilgan namoyish deyli, lekin namoyishning tarkibiga, namoyishning mazmuniga, namoyishning shakliga, meni demoqchi bo'lganim, namoyish qatnashgan namoyishchilarning tarkibiga qarab baq. Seningcha bo'lganda oqtalliklar, qoratellikni qo'llamasligi kerak. Chunki seningdagi siyosat Xitoy millatchiligi Uyg'urlar namoyish qilsa boshtirish. Bir Xitoy chiqib buni qo'llamaslik. Hatta chiqadigan Xitoymi yo'q. Buni talab qilishning hojati yo'q. Rais Xi Jinping nima debdi? Uyg'urni rahmsiz bostiringlar deb. Uyg'ur sendan hech qachon shafqat tilagan emas. Bu 70 yil mobaynida Uyg'ur sendan hech qachon rahim shafqat tilagan emas. Çünkü senin vücudunda yok narsani seningdan talab qilishning o'zi behuda ovorchilikdir. Sening vücudunda rahim yo'q, shafqat yo'q. Şunu Uyg'ur xalqi buni biladi, seningdan hech qachon bir qatim shafqat yoki mehribonlik talab qilgan emas. Ey Xitoy hukmroni, bugun sen yuzlanib Amerikada bo'layotgan namoyishga prezident Trump qanday muomala qildi? Amerikaning organlari yoki qonun organlari qanday muomala qildi? Amerika jamiyati bo'lib bu Amerika xalqi. Sen ayırayotgan aqtallik, qoratallik o ikkisi ishga gap. Lekin Amerika jamiyatida hammasi bir tallak. Bu yerda aqlning farqi yo'q, qorining farqi yo'q, ko'rib baq. Jungo jamiyati jungdan qaysan ko'rib baq. Tabiat nima? Tibet yurgizayotgan siyosatga nazar solib baq. Tibet namoyishchilarini qanday bostirdi 2008-yili? 3-ayning 14-kuni qanday bostirdi? Uyg'uriston namoyishchilarini qanday bostirdi 2009-yil 7-ayning 5-kuni? 1990-yil 4-ayning 5-kuni. Qanday bostirdi? 1997-yil 2-ayning 5-kuni. Qanday bostirdi? G'o'zida, Barında, Urumchida. Selishtirib baq. Dünyada biz mana shuni selishtiramiz. Uyg'ur odamlar biz shuni selishtiramiz. Hozir dunyoda boshqalar buni diqqat qilamdi, qilmamdi bilmaymiz. Mushu voqeani hozir bugun Amerikada bo'layotgan namoyish voqeasini, Urumchida, G'o'zida, Qashqarda bo'lgan namoyish voqeasi, Liqozada bo'lgan namoyish voqeasiga selishtiramiz. Bugün senin bastırışın, Şangan halkını bastırışın, Hong Kong'u bastırışın o'xshash. Gerçi kural o'q chiqarolmagan bo'lsa ama xalqaro jamiyatdan qo'rqib, hozirgacha bütün namoyishchilarda Şangan'da 1800'den ortiq kishini qo'lga oldi. Qani, bular qani? To'rttamning ichida nada? Hozir Nazarband yotgan Uyg'ur to'rttamning ichida nada? Nima kunlarni ko'ryapti? Bir Xudo biladi. Bir Xudo biladi. Ama Amerika qarab baq, matbuot organlari qarab baq, Amerikada muxbirlar qarab baq, hammasining maydon namoyishchilarni qo'llash. Matbuotlar kechiktirmay xabar qilyapti, ko'rib baq. Mana bu jamiyatimiz erkin jamiyat deymiz. Mana bu jamiyatni biz Amerika davlat bo'lishning manbai, Amerika davlat bo'lishning mohiyati deb tushunamiz.
Mana bunu biz devlet deymiz. Mana bunu biz xalq deymiz. Biz Amerikada bo'layotgan namoyishni xohlamaymiz. Muşu vaqanın 101'de xalamaymiz. Mesela nima? Saqchining savallik qilishi, bir qartellikning mayli qaysi bo'lsin, bir aqtellikning vafot bo'lishi, senmi bizmi inson xohlaydigan ish emas. Endi yuz berdi bu hodisa, buning kayinda namoyish o'tirg'i chiqdi, lekin namoyishning umumiy ahvoli qarab baq. Aqtellik ayollarning orig'i kirib, qartellik namoyishchilarni qo'g'dayotganligini qarab baq. Ana surat. Ana Twitter'da ko'rib baq, jungoloq ko'rib baq. Yerdar bo'lgan aqtellik saqchini qartellikdan qanday qo'g'dayotganligini ko'rib baq. Jungoloq, jonaqay ko'rib baq. Ko'rib baq. Moshuni ko'rib baqib sen Uyg'urga qanday muomala qilding? Moshuni ko'rib baqib sen Tibetga qanday muomala qilding? Bugun Shangan qanday muomala qilding? O'ylab baq. Senin vücudunda yok narsa dedim men basta, lekin o'ylash, tafakkur qilish iqtidoring bormi yo'qmi? Mushuning o'zing bir gap. O'ylab baq, jungoloq o'ylab baq. O'ylab baq, jungnan o'ylab baq.